Assalomu alaykum hammaga. Demak, SQL bo'yicha LeetCode'dagi 50 ta savolni adashmasam 14-ga keldik. Demak, bizda yangi bo'lim boshlandi. Basic aggregate functions. Demak, bu bo'limda biz sum, aggregate, minimum, maximum shunga o'xshagan funksiyalar bilan ishlaymiz. Demak, bizda 14-savol not boring movies, ya'ni zerikarli bo'lmagan kinolarni topishimiz kerak. Demak, bizda cinema degan table bor va tableimizda ID, movie description, rating degan column bor. Endi savolga qarasak, write the solution to report the movies with an odd numbered ID and description that is not boring. Return the result table ordered by rating in descending order. Xullas, shunaqa biza masalan kinolarni topishimiz kerak. Ularni qarasak, mana bu IDlari faqat toq sonlar bo'lsin ekan, 1, 3, 5 bo'lsin ekan. Biza misol uchun mana descriptionda agar boring deb yozilgan bo'lsa, demak biz zerikarli, buni biza javobdan chiqarib tashlashimiz kerak. Buni juda ham oson, bitta select bilan where clause yozib qo'ysa yetadi. Shuning uchun database ga yuklayotmadim. Shunchaki men shu platformani o'zida yozib qo'yaman. Demak, yozaman select start from. Demak, javobda hamma column degan, demak start qo'yib ketaman. Cinema where yozaman, where. Endi biza qanday qilib mana shu ID toq yoki juftligini tekshirishimiz kerak. Buning uchun biza shu boshqa dasturlash tillarida ham, shu Pythonda ham bilsak, yo o'zi matematikadan olib qarasak, demak qoldiq 2 ga bo'lganimizda qoldiq chiqmasa, u juft raqam, qoldiq chiqsa, demak u toq raqam. Xuddi shu narsani biz mana shu savolimizda ham ishlatamiz. Katta bilan yozsak, bir xil chiqadi. Demak, where yozaman ID ni. Mana bu foiz belgisi SQL da ham o'sha qoldiq bormi yo'qmi o'shani chiqarib beradi. Qoldiq bo'lsa nechiligini chiqarib beradi. Endi yozaman where ID ni bo'lsam 2 ga, qoldiq 0 ga teng bo'lmasa, demak u toq son. Mana shu narsalar bizning javobimizda chiqsin. ID is primary key degan, ya'ni u qaytarilmaydigan valyulardan tashkil topgan column. Demak, ID ni 2 ga bo'lganimda hech qanaqa qoldiq chiqmasa, agar qoldiq chiqmasa 0 chiqaradi. Hech qanaqa qoldiq chiqmasa, yo'q. Chiqqan qoldiq 0 ga teng bo'lmasa, demak o'sha toq raqam hisoblanadi. Hozir misol uchun birinchi holatda 1 ni 2 ga bo'ladi. Bunda o'sha butun son emas, kasr son bo'lib qolgani uchun buni bizga o'sha toq raqam deb hisoblab chiqaraveradi. 2 ni oladi, 2 ni 2 ga bo'ladi, demak qoldiq yo'q. 0 bo'ladi. Bu bizning case'ga to'g'ri kelmaydi. Keyin 3 ni oladi, 3 ni 2 ga bo'lganda bir qoldiq qoladi, demak bu ham toq raqam deb shunaqa hisoblaydi. Demak, bu holat tushunarli bo'ldi. Endi yana bitta qo'shimcha condition yozib qo'yamiz. And mana bu yerda aytgan descriptionni boring bo'lmasin degan. And description teng bo'lmasin, boring. SQL da mana shu ikkita qarama-qarshi katta kichik belgisini qo'ysa teng bo'lmasin degani, yo bo'lmasa oddiy tenglikdan oldin undoq qo'yib qo'ysa, o'sha ham teng bo'lmasin bildiradi. Endi qarasa chiqqan javobni rating bo'yicha descending order qilgan ekan. Order by yozib qo'yamiz. Order by rating ni descending orderda ishlatib ko'ramiz. Javobimizni qabul qildi. Endi submit qilamiz. Javobimiz qabul qilindi. Eng optimal yechimlardan deb hisoblandi. 92% javobdan yaxshiroq chiqdi runtime deb. Demak, 14-savolimizni tugatdik. 15-savolga o'tdik.